Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun 2026-yil 1-mart, bahorning ilk kuni. Mana qish ham tugadi, bahorga kirdik. Bugungi video efirimizni maqsadi bodom guliga bag'ishlanadi. Bunga sabab hozirgi ayni vaqtda jonajon O'zbekistonimizda bodom gullayapti va bodom g'unchalagan. Ob-havolarimiz esa juda injiq bo'lib turibdi. Shunday bir savol kelib tushdi bizga. Bodomim puch bo'lib qolyapti degan savol tushdi. Shunga javob berib o'tib keting deyishlari bu video efirni qilishimizga va bugun bahorning birinchi ilk kuni bo'lganligi sababli bu video efirga qo'l urdik. Qisman shunga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Bodom guli ikki jinsli hisoblanadi. Urg'ochi guli bor va erkak guli bor. Shu bilan birgalikda bu bodom turli xil yo'llar bilan changlanadi. Shamol yordamida, hasharotlar yordamida va inson qo'li orqali suyni yo'l bilan va o'zidan o'zi changlanadi. Mana shu bodom gulini puch bo'lib qolishi mana shu mart oyida bo'ladigan changlanish va urug'lanish jarayoni bilan juda katta bog'liqlik bor. Hozirgi ayni vaqtda bodomingizni puch bo'lib qolmasligi uchun qilinadigan 3 ta asosiy bir amalni aytib o'taman. Birinchisi, asal ari muammo bo'ladigan bo'lsa, asal arini uyasidan olib kelib qo'yish. Chunki asalari bodom gulini changlatadi. Ikkinchisi, bodom changlanadigan yo'llardagi to'siqlarni imkon qadar olish imkoni bo'lsa, olib tashlash. Uchinchisi, unga kimyoviy ishlov berish orqali changlanishiga yordam berish. Changlanish changchining changdonidagi changning urug'chining tumshuqchasiga kelib urilishi changlanish deyiladi. Odatda changlanish bo'laveradi. Uni yo'llari ko'p. Ammo lekin changlanish bo'lgani bilan urug'lanish jarayoni muhim bu yerda. Juda ko'p mevalarda bunday holat ko'p kuzatiladi. Mana ayniqsa gilosda chaman-chaman bo'lib gullaydi, lekin changlanadi, ammo urug'lanmaydi. Changlanadi, lekin yomon urug'lanadi. Turli xil tashqi ta'sirlar, tashqi omillar, quyosh faktori, shamollar, yomg'irlar, turli boshqa tabiiy faktorlar bunga gilosga ta'sir ko'rsatadi. Bodom esa gilosga nisbatan ham erta gullaganligi sababli juda ko'p tashqi ta'sirning juda ko'p zarbalariga duchor bo'lishga mahkum. Shuning uchun bodom gulida uning changlanishiga va urug'lanishiga yordam berish kerak. Buning uchun nima qilinadi? Buning uchun eng asosiy qilinadigan ish bodomni kuzda yaxshilab boqib qo'yish kerak. Agar bodomni kuzda yaxshilab boqib qo'yilsa, uning bahorda changlanishiga juda katta yordam bergan bo'lasiz. Ayniqsa fosforli va kaliyli o'g'itlarni berib qo'yish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki fosfor va kaliy esa changlanishda va urug'lanishda ishtirok etadigan kimyoviy elementlar hisoblanadi. Jarayonni yengillatib beradi. Jarayonni qulayroq qilib beradi. Endi ana shu urug'lanish jarayonida esa faqat kaliy, fosfor va azotning o'zi yetarli emas. Misol uchun azotni ko'p solib yuborsangiz, urug'ini novdalarga berib yuboradi. Changlanish va urug'lanish esa qisman esdan chiqib qoladi. Qo'polroq aytganda. Azotni kam berib qo'ysangiz esa changlanadi, ammo urug'lanish uchun
kerak bo'ladigan quvvatni topa olmaydi. Fosforni kam bersangiz changlanadi, ammo lekin urug'lanish uchun kerak bo'ladigan novdadan oladigan energiyani yetarli miqdorda novdadan ola olmaydi yoki ildizdan ola olmaydi. Odatda bodom erta gullaganligi sababli energiyani qisman yerdan oladi, lekin u qishi bilan to'plab turgan, tanasida to'plagan energiya hisobiga, qo'shimcha energiya hisobiga gullab oladi. Buning uchun esa kech kuzda albatta fosforli, kaliyli o'g'itlarni albatta berish kerak. Fosforli o'g'itlarni gektariga 250-300 kilogrammgacha, ba'zi joylarda umuman berilmagan joylarda 1 gektariga 500 kilogramm miqdorida. Kaliyni esa bodomni katta kichiligiga qarab turib berish kerak. Ildizidan berish kerak. Barg orqali purkash kerak. Ayniqsa kech kuzda beriladigan, noyabr oyida beriladigan kaliy bahorda changlanishga va urug'lanishga juda katta yordam beradi. Ammo lekin urug'lanish jarayoni bu juda qaltis jarayon hisoblanadi. Urug'lanish jarayonida esa bodom stressga tushmaslik kerak. Faqat u urug'lanishni o'ylash kerak. Tashqi stresslardan himoyalangan bo'lish kerak. Uning uchun qorni to'q bo'lish kerak birinchisi. Ikkinchisi unga hamma mikro makroelementlar yetarli bo'lish kerak. Tanasi baquvvat bo'lish kerak. Tanasi toza bo'lgan bo'lish kerak. Turli xil har xil zararkunanda hasharotlardan tozalangan bo'lish kerak. Va quyosh faktori, suv faktori muhim rol o'ynaydi bu yerda. Suv yetarli bo'lgan bo'lish kerak. Quyosh faktori yetarli bo'lgan bo'lish kerak. Natijada changlanish bo'ladi, ammo urug'lanish yaxshi bo'lmaydi. Natijada bodom puch bo'lib qoladi. Bodomning puch bo'lmasligi uchun changlanish bilan birgalikda urug'lanish jarayoniga e'tibor berish kerak. Urug'lanish jarayoni esa murakkabroq jarayon hisoblanadi. Mana bu ko'rib turibsiz, mana bu yerda qarang mana. E'tibor bering mana. Mana qarang. Mana bular changchilar mana. Mana changchilar mana. Mana shu changchilarga chang kelib tushadi. Bu chang mana bu urug'chi mana bu mana. Mana urug'chi mana. Mana urug'chi mana shu. Urug'chini mana bu tumshuqchasi mana bu yer mana. Mana bu tumshuqchasiga chang kelib uriladi va changlanish sodir bo'ladi. Bu changlanish sodir bo'ldi degani endi meva bo'ldi degani emas. Changlandi degani endi meva bo'ladi 100% degani emas. Mana bu jarayonda bo'ladigan, pastda bo'ladigan urug'lanish jarayoni bo'lish kerak. Urug'lanish mana. Mana bu yerda urug'lanadi. Bu mana bu yerdagi changlangan chang, urug'langan hujayra harakatlanadi, sekin harakatlanib, mana harakatlanib sekin harakatlanib turib, mana bu pastga tushib turib, mana bu yerda yopishadi, mana bu yerda mana. Yopishib, bu yerda keyin meva hosil qiladi mana. E'tibor bering. Endi bodom gulini mana bu yerda changlangan changi urug'i endi mana bu yerga pastga tushish uchun quvvat kerak. Buni yetalab olib tushib qo'yadigan narsa yo'q. Bu o'zi tushib keladi bu hujayra. Mana shu yerdan o'zi tushib keladi. Mana bu yerdan mana bu yerga tushib kelguncha bo'lgan jarayon gul uchun juda mashaqqatli jarayon hisoblanadi. Juda azobli jarayon hisoblanadi. Shu yerdan shu yerga tushish juda azob, nihoyatda mashaqqatli bosib o'tiladigan yo'l bu yer. Mana shu yerga yetib kelish uchun mana bu yerdagi urug'langan hujayrani quvvati bo'lish kerak. Quvvatni qaydan oladi bu? Quvvatni mana bu yerdagi mana bu yerlardan oziqalar borib turadi bunga. Oziqalar mana. Mana shu oziqalar boradi. Mana bu gul toji bargidan gul toji barg mana. Oziqani oladi mana bu gul toji bargi mana. Olib turib yuqoriga jo'natadi. Ildizdan oladi, ildiz tomonidan oladi.
va o'zi mana bu po'stlog'ida va bandida hosil bo'lgan zapas qora kunlarga deb olib qo'ygan zapasni ishlatadi. Va bu sekin asta borib mana bu yerga borib bunga quvvat bo'ladi. Va bu jarayon mana bu yerga yetib keladi. Mana bu yerga yetib kelgandan keyin urug'lanish jarayoni sodir bo'ladi. Endi bu yerda urug'lanish sodir bo'ldi. Endi meva bo'ladi. Endi mana shu joydan pastga urug'lanish jarayoniga yetib kelguncha quvvatni qaydan olish kerak? Buning uchun nimaga e'tibor berish kerak? Kaliy soldingiz, fosfor solgansiz, azotni bergansiz, lekin o'zi kamlik qiladi. Buning uchun mikroelementlar kerak. Eng muhim kimyoviy elementlar, juda muhim kimyoviy elementlar. Stressni oldini olish uchun. Stress. Mana bu yerdan changlangan changni bu yerga tushishi uchun gul stressga tushmagan bo'lish kerak. Faqat shuni o'ylash kerak. Mana shu yerda o'ylash kerak. Buning uchun stressni oldini olish kerak. Bunga magniy yetarli bo'lish kerak. Magniy element. Mana bu yo'llar, mana bu yerdan tushib keladigan yo'llar toza bo'lishi uchun, shaffof bo'lishi uchun kaliy yetarli bo'lish kerak. Mana bu oziqalar yetib borish, tepaga yetib borib, buningga quvvat berib turishi uchun ATF deymiz. Adenozin trifosfat kislota hosil bo'lish jarayoni. ATF hosil bo'lishi uchun fosfor kerak bizga. Fosfor. E'tibor bering. Ammo lekin qisman bo'lsa-da, juda oz miqdorda bo'lsa-da, lekin juda muhim rol o'ynaydigan kimyoviy elementlardan birini aytib o'taman. Bu bor element hisoblanadi. Oddiy odam aptekaga borsangiz, borniya kislota bor. Ana shu borniya kislotadan 15 grammini 10 litrda eritib turib, bodom gulladi-ya deb turib, yoki gullashiga ozgina qolib unchalab turgan mahalda 10 litrga 10-15 gram miqdorida qilib, aynan ana shu bodomi puch bo'lib qolayotganlar ishlatish kerak. Bu changlanishga juda katta yordam beradi. Urug'lanishga juda katta yordam beradi. Borniya kislota 10 litrga 15 gram miqdorida ishlatamiz. Juda muhim amaliyot hisoblanadi. Salomat bo'ling.